Bismillahirrohmanirrohim. Bu mani xo'jayinim. Biz 11 yillik oilamiz. Bizni ikkita farzandimiz, bir o'g'il va bir qizimiz bor. Xo'jayinim bilan birgalikda shuncha yilni birga bosib o'tdik, alhamdulillah. Men yer yuzidagi eng baxtli ayolman. Men videolarimda bo'g'rimcha chiqaryapman. O'zimda nima bo'lsa, o'zimning hayotimda nima bo'lsa, boricha chiqaryapman. O'zgartirmasdan o'z holicha bardoz qilib boshqa narsa qilib chiqatganim yo'q. Mana shu ahvolimda ham qanday qilib menga telefon qilib gaplashsak bo'ladimi? Keling, men bilan gaplashing, sizga pul tashlab beraman deya olasiz. Men pul so'rab video qo'yayotganim yo'q-ku. Yoki bo'lmasa menga telefon qilinglar deyotganim yo'q-ku. Shuncha Instagramda o'zini reklama qiladigan insonlar to'lib yotdi. O'shanga qilsanglar bo'lmaydimi? Men bir videoga shunaqa ko'rinaman, shunaqa yengil tabiat, yo bir bilmayman, shunaqa uchun ko'rinaman ko'zlaringizga. Nomer qoldirgan bo'lsam, reklama uchun telefon qiling. Halol yo'l bilan o'zim xohlagandek daromadga chiqay deb nomer qoldirganman. Men bilan telefon qilib o'ynashishingiz uchun yoki vaqtni sarflab asablarimni buzishingiz uchun nomer qoldirmaganman.